Aliyevning qo'riqchilari AQShda ozarbayjonlik namoyishchilarni do'pposladi. Ukrainada erkak urushga bormasligi uchun jinsini o'zgartirdi. Eron va Rossiya Ummon ko'rfazida harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Yangi Toshkentda boylar shaharchasi qurilyaptimi? Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. 19 fevral kuni Tinchlik kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washingtonga borgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev tunagan mehmonxona qarshisida siyosiy muhojirlar tomonidan namoyish o'tkazildi. Biroq namoyishchilar bu safar shunchaki e'tiborsizlikka emas, balki Aliyevning qo'riqchilari tomonidan kuchli qarshilik va zo'ravonlikka uchradi. Norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan kamida 2-3 nafari prezident Ilhom Aliyevning qo'riqchilari deb aytilayotgan shaxslar qurollangan, basavlat, rasmiy kiyingan erkaklar tomonidan do'pposlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda yashin tezligida tarqalmoqda. Buni tarmoq foydalanuvchilari 2017-yilda aynan Washingtonda Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anning tashrifi munosabati bilan namoyishga chiqqanlarning do'pposlangani bilan solishtirmoqda. Ilhom Aliyev AQSh prezidenti Trampning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan ushbu davlatda bo'lib, Washingtonda o'tkazilgan Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida ishtirok etdi. Aliyev joylashgan mehmonxonasi qarshisida Amerikada yashayotgan ozarbayjonlik muxolifatchilar tomonidan namoyish o'tkazildi. Ular Ozarbayjonda saqlanayotgan siyosiy mahbuslarga, xususan Ozarbayjon Xalq fronti partiyasi raisi Ali Karimliga ozodlik berilishini talab qilib norozilik bildirgan. Shuningdek, ular qo'llarida ovoz kuchaytirgich bilan bir necha marotaba siyosiy mahbuslarga ozodlik, diktator deb baqirgan. Shundan so'ng ularga nisbatan prezident qo'riqlov xizmati tarafidan kuch ishlatilib, jarohat yetkazilgan. Maqsadimiz Ilhom Aliyev joylashgan mehmonxona qarshisida siyosiy mahbuslarga ozodlik so'rab, tinch namoyish o'tkazish edi. Bizning hech qanday provokatsiya qilish niyatimiz yo'q. Biz Ozarbayjon Xalq fronti partiyasi raisi Ali Karimliga ozodlik berilishini so'radik. Ilhom Aliyevga Ozarbayjonda e'tiroz qilishning iloji yo'q. Biz esa hech bo'lmasa xorijda ovozimizni eshittirishni xohladik. Ilhom Aliyevning qo'riqchilari esa bunga qattiq javob qaytardi. Ular bizga zarar berdilar. Mening kiyimimni yirtishdi, meni do'pposlashdi degan namoyish ishtirokchilaridan biri. Namoyishni bostirishda prezident qo'riqlash xizmati bilan birga AQSh politsiyasi ham ishtirok etgan. Ukrainaning Xarkov shahrida yashovchi fuqaro muddatli harbiy xizmatga chaqirilmasligi uchun jinsini o'zgartirdi. Bu haqda 19 fevral kuni Ukrainaning Strana nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, erkak, hozir esa ayol, barcha qonuniy tartiblardagi hujjatlarni to'plab, jinsini ayol sifatida rasmiylashtirgan hamda yangi pasport olgan. Shundan so'ng u hududiy chaqiruv markaziga murojaat qilib, o'zini harbiy ro'yxatdan chiqarishni talab qilgan. Dastlab harbiy komissariyat bu talabni rad etgan. Ularning bildirishicha, fuqaro harbiy tibbiy ko'rikdan o'tmagani sababli xizmatga yaroqli deb hisoblangan. Masala sudgacha yetib borgandan so'ng Xarkov sudi da'vogarning foydasiga qaror chiqarib, harbiy komissariyat harakatlarini noqonuniy deb topgan. Shuningdek, fuqaroni chaqiruv ro'yxatidan chiqarishni buyurgan. Sud qaroriga ko'ra, amaldagi qonunchilikka binoan ayollar faqat o'z xohishiga ko'ra harbiy xizmatga yozilishi mumkin. Shu bois hujjatlarda ayol sifatida qayd etilgan shaxsni majburiy chaqiruv ro'yxatida saqlash mumkin emas. Ayni vaqtda mazkur holat Ukraina ommaviy axborot vositalarida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. 19 fevral kuni Eron Ummon ko'rfazi hamda Hind okeanining shimoliy qismida Rossiya bilan qo'shma dengiz harbiy mashg'ulotini o'tkazdi. Bu haqda The Hill nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ikki davlat harbiy dengiz kuchlari operatsion muvofiqlashtirishni kuchaytirish va harbiy tajriba almashish maqsadida hamkorlikdagi mashg'ulotlarni amalga oshirgan. Eron dengiz floti kontra-admirali Hasan Maqsudlu ushbu mashqlar barqaror dengiz hamkorligini rivojlantirishga qaratilganini ta'kidlagan. Shuningdek, qo'shma mashg'ulotlar boshlanishidan avval Eron alohida harbiy mashg'ulotlar o'tkazgani ma'lum qilingan. Xabarlarga ko'ra, ushbu mashg'ulotlar davomida Hormuz bo'g'ozi yo'nalishida 5 ta raketa uchirilgan. Ushbu harbiy mashg'ulotlar AQSh prezidenti Trampning Eron bo'yicha bayonotlari fonida bo'lib o'tgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yangi Toshkentda 2030-yilga borib topshirilishi kutilayotgan mega loyihada odatiy kvartira va kottejlardan tortib har bir dona villasi 2-3 million dollar bo'ladigan boylar shaharchasi ham barpo etilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar yuzasidan yangi Toshkent shahrini barpo etish
Direksiyasi matbuot xizmati munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, yangi Toshkent loyihasida hech qanday boylar shaharchasi ko'zda tutilmagan. Shahar qurilishining birinchi bosqich maketida mavjud kottejlar kelgusida xorijiy mamlakatlarning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilari hamda xalqaro tashkilot vakillarining turar joyi bo'lishi ko'zda tutilmoqda.